Bu kvartiramiz remontiga 7000 dollar sarflangan desam ishonasizlarmi? Haqiqatan ham 7000 dollar sarflangan. Bu kvartiramiz Kirgili Malvina Didor to'yxonani oldida. 3 qavatli domda, 3-qavati 3 xonali. Remontlari ideal holatda. Bu tarafimizda akamiz biznes qilar ekanlar. Bu zalimiz. Bunisi oshxonamiz. Remontlari haqiqatan ham zo'r. Gilomlarni ham yaxshisidan solingan ekan. Mebellarni juda ham zo'ridan olingan ekan. Bu tarafimiz detskiy, bolalar uchun yotoqxona. Remontlar o'zi bolalar uchun mo'ljallangan. Aboylarni ham detskiysidan qo'yilgan, haqiqiy zo'ridan qo'yilgan. Mebellari ham zo'r. Shuna chiqqanimizda chap qo'limizda kattalar uchun spanli. Spanli mebellari juda zo'ridan, yaxshisidan qo'yilgan. Remontlari haqiqatan ham zo'r. Bu tarafimizda mana sanuzeli. Sanuzellari ham juda ham zo'r, remontlari yaxshi holatda. Kvartiramizning narxi 31900 dollardan tushib beriladi, pustoy holatda. Narsalar bilan olinadigan bo'lsa, narsalar bilan narxini kelishamiz, bemalol telefon qilib baraka qilaverasizlar.